Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Roundup 1 kitobda 9-mavzu Imperatives mavzusini o'tamiz. Imperatives nima? Bu buyruq, maslahat, iltimos ma'nosida ishlatiladi. Imperativeslar egasiz keladi, ya'ni fe'lning o'zi bilan boshlanib keladi. Misollarda ko'radigan bo'lsak, open the book, write your names, listen carefully. Ko'rib turganimizdek, you tushuniladi, lekin yozilmaydi. You sit down emas, sit down bo'ladi. You'ni o'zimiz bor deb tasavvur qilamiz. Endi negative formda don't bilan doim fe'lning birinchi shakli keladi. Don't sit down, don't open the book, don't speak in the lesson. Shu tarzda bo'ladi. The imperatives bilan birgalikda let'sni ham o'rganib ketamiz. Let's bu let us'ning qisqartmasi. Ma'nosi keling, birga bunday qilaylik, boraylik degan ma'nolarni bildiradi. Misol uchun, let's go, ketdik. Let's learn English, keling ingliz tili o'rganaylik. Let's play football, keling futbol o'ynaylik. Demak, bugungi mavzuyimiz imperatives va let's bo'ldi. Biz bularni o'rganib oldik. Mashqlarni bajarib boring. Tushunmagan joyingizda izohlarda bildirib keting. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling va like